Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xo'p, ko'pchilik mendan mana shu Akbani katyolni ya'ni xatolarini R95 xatosini so'rashibdi. Buni sizlarga hozir video obzor qilib tushunarli qilib tushuntirib beraman. Agar nima desam ekan, men aytgandek, men ko'rsatganlargacha har bittasini aytganimdek qilsanglar, inshaalloh nima deydi, bir to'g'ri qilgan bo'lasizlar va tuzalishi va boshqa sizlarni bezovta qilmasligiga nima deydi, bir harakat qilgan bo'laman. Sizlar ham shunga harakat qilinglarki, boshqa sizlarni bezovta qilmasin. Demak, boshlaymiz. R95 ashibga chiqadi. Nimadan chiqadi? Birinchi buni bilib olishimiz kerak. Nimadan chiqadi? Sistemada havo bo'ladi. Ya'ni mana bitta kirish chiqishi bo'lsa, ya'ni muzdek suv va katyolniki va vodoprovod suvlari kirgan chiqqani bo'lsa, havo bo'lishi mumkin sistemada. O'shani hisobiga sistemada havo bor degan bir ashibga qilib R95 chiqadi. Nima qilamiz? Hop, mana olovni ko'pchilik so'ragan. Mana ko'ryaptim. Olov bu gaz yonib turibdi degan. Hozir gaz yonib turibdi. Ana o'chdi. O'sha kerakli issig'i bergan ekan, o'chadi. O'shani hisobiga bu katyolimiz ekonom bo'ladi. Xo'p, demak, R95 yondi. Birinchi holatda, ya'ni birinchi bo'lib nima qilishingiz kerak? Keldinglar. Misol uchun, uni o'chirasizlar, sistemani o'chirasizlar, ya'ni katyolni o'chirasizlar. Iloji boricha mana bu misol nima desam uchun stabilizatorni ham o'chirasizlar. Yoki-da shunchaki tokdan stabilizatorda tokka ulangan stabilizator shuni uzib qo'yasizlar. O'chdi, bo'ldi. Bu yerda hech qanaqa tok yo'q. Va keyingi holat nima qilamiz? Sizlarga ko'rsatib beraman, tegidan chiroyli qilib. Hop. Mana bitta datchigimiz bor. Datchigimiz deylik, mana 1dan 1.5 gachami, misol deylik, yashil rangda turibdi. O'sha yashil ichida bo'lishi kerak har doim suv bosimi. Bu suv bosimi davleniya bo'ladi. Endi qaranglar. Ikki xil holat. Yashildan o'tib ketsa 2 gacha, bu normal. Lekin 2 dan 3 gacha o'tib ketib qolsa, bu o'sha opasni davleniyani pasaytirish kerak, suvni bosimini. O'shanda yana mana shu yashilga keladi. Doimiy yashilda turish kerak o'zi. O'shanda sistema to'g'ri, aniq, ravon ishlayotgan bo'ladi. Endi sizlarda 95 xato chiqqandan keyin mana bu yashilliklar 0 ga tushib qoladi. Ya'ni 0 dan yashilgacha bo'lgan oralig'ida davleniya tushib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun sirazi o'tirib ko'rasizlar, mashqga tushgan bo'ladimi? Hop. Demak, katyolni o'chirdinglar. Buni ko'rdinglar, haqiqatda yashildan tushib ketgan. Keyingi ishimiz nima bo'ladi? Mana bu yerda nima desam, bir jomrega deydi, nima desam, qanaqa tushuntirib, burab yechadigan joyi, kran deb tushuntira qolay, kran deb. Bu kranimizni buraymiz, yechamiz, ya'ni o'ng tarafga qotadi, chap tarafga bo'shaydi. Bu nima qiladi? Mana bu cho'chog'i bor. Uzr, qo'pol bo'lsa ham shunaqa deb nomlashga qaror qildim. Cho'chog'i bor, bu o'sha havoni chiqarib olish uchun bu cho'chog'i. Endi buni juda ham sekinlik bilan chap tarafga buraymiz. Ana o'shandan keyin mana bu bitta o'zingizga kosa yoki deylik banka, tog'oracham olasizlar. Mana bu yerdan birinchi holatda burashinglar bilan sekin buraysizlar. Mana mashqdan sekin havo chiqadi, pisillab. Havo chiqqandan keyin buni buraverasizlar oxirigacha. Yechib tashlamaysizlar-ku, shuni sekin buraganingizda havo chiqib turib, bu yerda suv tomchilaydi. Ko'ngillilar xotirjam bo'lishi uchun bir 5-6 tomchi suv solsin. Mana bu yerda sistemaga suv tegmasligi uchun kosa tutib turasizlar. Suv tomgandan keyin mana buni yana obratno yopib qo'yasizlar.
ana shu suv tomib havo chiqqan holatda datchikka qarab turasizlar. Datchik sekin yashilga ko'tariladi. Bu degani sistemadagi havoni sizlar mana shu orqali mamitdan chiqarib olgan bo'lasizlar va kotel yana o'zini holatda, o'zini kuchi bilan ishlayotgan bo'ladi va o'zini holiga qaytadi, yashilga datchik chiqadi. Shu bilan yashilga chiqqandan keyin kotelni bana yana stabilizator ulisizlar, kotelni yoqasizlar va xudo xolisa sizlarni bu R95 xatosi boshqa bezovta qilmaydi. Qachonki bezovta qilish mumkin? Shu odatda kuz mavsumidan qish mavsumiga o'tish holatida deylik bahorda o'chiriladi bu kotelimiz. O'sha holatda yozlarda bir qattandir utechka bo'lishi mumkin yoki ispareniya bo'lishi mumkin. O'shani holatlarida suvimiz kamayib qolmasa, o'sha kuzdan qishga yoqqanimizda suvlari kamayib qolib, sizlarda shu xatoni berish mumkin. O'shani boshida bitta xatoni to'g'rilab olsanglar, inshaalloh qish mobaynida sizlarni bola boshqa bezovta qilmaydi. Ko'pchilik yangi uylarimizda mana shunaqa kotellardan foydalanishadi. O'shaning uchun agar kimda kim shu muammoda agar sizlarga muammolarni yechishga yordam bergan bo'lsam, duo qilib qo'yasizlar. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib, layklab bosib, ko'p insonlar ko'rish uchun o'zingizlarning hissingizlarni qo'shinglar, yaqiningizlarga, do'stlaringizlarga tashab qo'yinglar. Inshaalloh foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Rahmat.